Sardor, keldingmi bolam? Keldim ha. Yaxshimisan, tuzukmisan? Yaxshi. Qayerdan kelyapsan? Shu ko'chadan? Ha, nima bo'ldi? Yo'q hech nima oyi. Nima yuzlaring alanjaling? Men hozir kelaman. Hay! Sardor? Nima bo'ldi bu bolaga? Xudoyim. Nimalar qilib qo'ydim? Voy. Yo'q, men buni shunday qoldirmayman. Hali qarab tursin o'sha ustozing. Men bor ekanman. Seni hech kim xafa qilmaydi. Men bunga yo'l qo'yib qo'ymayman. Seni izza qilishga ustozingni haqqi yo'q. Hali meni bolamni turg'izib qo'ygani uchun javob beradi. Har doim shunaqa qiladi ustozim oyi. Men bilan o'rtoqlarimga hali dakki beradimi? Hali xonasiga chaqirib urishadimi? Bilmayman nega bizga yopishib olgan. Ha? Hali shunaqami? Nimaga menga oldinroq aytmaysan shunaqaligini? Men ishlayapman deb yuraveribman. Bu yoqda seni xafa qilishayotgan ekan-da, a? Yo, men buni shunday qoldirmayman. Hozir to'xtab tur. Alo? Alo. Ha? Meni bolamni urishadigan bo'lib qopsizmi? Siz hali alamingizni boladan olasizmi? Qanaqa ustozsiz o'zi? Menga qarang. Men bolamni birovga xafa qildirib qo'yish uchun katta qilmaganman. Tushunarlimi? Vazir opa, oldin meni eshiting iltimos. Eshitmayman. Hozir mana hamma gapni eshitib, tepa sochim tika bo'lib turibdi. Ertaga yo'q borib, sizni direktoringiz bilan gaplashib, ishdan bo'shatib, keyin ko'nglim tinchiydi. Agar bo'shata olmasam, vaziri ismimni boshqa qo'yaman. Opajon, men Sardorni besabab urishmadim. O'g'lingiz keyingi paytlari juda ham o'zgarib ketgan. Darslarga loqayd. Umuman hech kimni hurmat qilmayapti. Hurmatga arzimaydigan bir tiyinga qimmat ustozlarni nimasini hurmat qilsin? Meni bolammi? Hammani yonida urishib, izza qilib, qanaqa ma'nan zarar qilganingizni bilasizmi? Bolamga Oldin nima bo'lganini eshiting. Sardorni sal qattiqroq ushlamasangiz, keyin kech bo'ladi. Juda ham tarbiyasiz bo'lib ketgan. menga qarang. Meni bolamni tarbiyasi sizni tashvishga solmasin. Meni Sardorim hali shunaqa katta odam bo'ladiki, hali kerak bo'lsa hamma yalinib yuradi orqasidan. Iloyim shunday bo'lsin. Lekin buning uchun oldin o'qish kerak. Maktabga ham tayinli kelmayapti. Har kuni bahonasi tayyor. Uni siz ham tergab turmasangiz, keyin kech bo'lishi mumkin. Nega kech bo'ladi? Kech bo'lmaydi. Sizga tashvishi ham, g'ami ham tushmasin. Siz o'zingizni vazifangizni qiling. Boshqasiga aralashmang. Kap-katta yigitni hammani oldida izza qilib urishganingiz uchun hali javob berasiz. Qolganini ertaga siz bilan maktabda gaplashaman. Bopladingiz oyi. U hali meni sovunimga kir yuvmabdi. Bo'ldi. Xafa bo'lma. Ertaga borib o'zim shunaqa tuzlab kelaman, tug'ilganiga pushaymon yeydi hali. O'sha ustozing soyingga salom beradigan bo'lib qoladi hali, qarab turgin. Bo'pti. Boshlarim og'rib ketdi. Ishga ketishim kerak. Ovqat tayyor muzlatgichda. Isitib yegin, muzda yemagin, tushundingmi? Xo'p. Oyi, biroz pul tashlab keting. Bolalar bilan kompyuterxonaga bormoqchi edik. Tortmada turibdi, har doimgi joyda. Keragini olgin-da, ortiqchasini qo'yib qo'ygin. Bu hafta gapim bor, o'zim gapirib kerak. Xo'p, oyi.
Qalaysan? Namuncha qolib ketdi, o'lib qoldingmi? Seni maktabda qolib ketdim-da. Shu qizlarga o'xshab uy ishlaridan ortmaysan. Nima qilay? Uni kattasiman. Oyim kun bilan ishdalar. Sinimga men qarayman-da. Meni ham oyim kuni bilan ishda, lekin yashash mazza. Endi sening ukang yo'q-da, shunga mazza. Bo'pti, qayerga boramiz? Oyim 1 soatga ruxsat berdilar. Yana 1 soatmi? Oldin anu kuni biz yutib qo'yganlar yutishimiz kerak. Keyin uyga ketasan. Ungacha ketish yo'q. Bu safar yutsa kerak. Bo'pti, ketdi, vaqt ketmasin. Shoshma. Qara menda nima bor? Nima bu? Rasm vaqti ashti. Bitta tortib ko'rmaymizmi? Tag'in bu anaqa dori emasmi? Unaqa emas. Shunchaki mazza qildiradi. Menga kerak emas, maslahatim sen ham ichma. Bosh og'riq kerakmi, qo'y. Nimaga shunaqa narsalarga qiziqasan? Nima? Qo'rqyapsanmi? Bittasi o'ldirarmidi? Ataylab ikkalamizga oldimi, o'rtoq? Sardor, men senga jiddiy gapiryapman. Unaqa narsalar kerak emas. Unaqa narsalar haqida har kun gapirishyapti-ku. Muammo kerakmi senga? Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xavotir olma. Qanchaga olganimni bilasanmi o'zi? Rasa qimmat. Rasa qiziqyapman-da. Ki bitta ichib ko'ramiz. Tashlab yubor buni, do'stim. Ichmaysanmi? Yo'q, ichmayman. Bo'lmabsan. O'zi har doim shuna qo'rqoqlik qilasan. Sendan ko'ra anu Alish yaxshi. Bo'lmasa ana o'shanga berasan buni. Sendan yaxshi ulfat chiqmas ekan. Lekin kompyuterda yaxshi o'ynaysan-da. Ketdingmi? Ketdik. Aziz, oxirgi payt ancha o'zgarib qolding. Darslarda faol emassan. Kech keladigan odat chiqarding. Tanaffusda yo'qolib qolyapsan. Buni sababi bormi? Yo'q, sababi yo'q. Unda nima muammo? Onang seni yolg'iz ona boshi bilan qanday qiynalib katta qilayotganini bilasanmi? Sen yaxshi o'qimasang bu insofdanmi? Har majlisga kelganlarida onang seni baholaringni so'raydilar. Ularni xafa qilmaslik uchun men bor gapni aytmayapman. Ammo buni oxiri nima bo'lishini o'zing ham tushunayotgandirsan. Kecha ikkita ustoz ustingdan shikoyat qildi. Tushundim, ustoz, boshqa qaytarilmaydi. Agar Sardor seni yo'ldan aynitayotgan bo'lsa, u bilan do'stlashishga yig'ishtir. Sardor mening do'stim, u haqida unaqa gapirishingiz xato. Xo'p, do'sting bo'lsa, nimaga uni o'zing bilan tortmayapsan? Nimaga u seni tortib ketyapti? Nega hamma uni ustidan shikoyat qilyapti? Sardorning bahosi doim past. Bir nima desang, gap qaytargan. Endi do'stim biroz shunaqa-da, lekin yaxshi bola. Bilmadim. Ammo bu ketishda yaxshi bo'lmasligi mumkin. Unda salbiy tomonga o'zgarishlar juda ko'p. Bekorimga qo'shilyapsan. Noto'g'ri yo'ldasan. Ana o'zi ham kelyapti. Qalaysan? Kattasan desam, ustozing bilan pichirlashib turgan ekansan-da. Salom, qani Boburov? Salom. Cho'ntagimdan tushib qopti, ustoz. Sardor, qo'y unaqa dema. Tarbiyasiz. O'rtog'imning miyasiga nima qo'yapsiz? Bilsak bo'ladimi? Bunga ham Sardordan uzoq yur, qorasi yo'qot deyapsizmi? Sen qachon odam bo'lasan, Sardor? Chiroyli bo'y basting bor. Sog'lomsan. Nega o'qimaysan? Nega hech narsaga qiziqmaysan? Nega o'z boshimchasan? To'g'ri. Boshingda otang yo'qdir, lekin otasiz, chiroyli, aqlli bo'lib katta bo'layotganlar ko'p-ku. Kuni bilan ko'chadan beri kelmaysan. Gapirsak qulog'ingga ilmaysan. Hech kimni hurmat qilmayapsan. Onangga sen haqingda aytsam, onang ham seni yoningga olyapti. Bu qachongacha davom etadi? Bu yurishda katta bo'lsang kim bo'lasan? Nimaga erishasan? Qanday oila qurasan? Qanday qilib onangga, oilangga bosh bo'lasan? Menga siz otam yo'qligini pesh qilyapsizmi? Sizga nima? Sizni ishingiz bo'lmasin men bilan. Darsingizni o'ting-da, uyingizga keting. Shaxsiy ishimizga aralashmang. Adashasan. Sen mana shu maktabda o'qirkansan. Men seni tarbiyangga ham, ilmingga ham har doim aralashaman. Bu xo'jayinchiligingizni boshqalarga qiling. Tushundingizmi? Oyligingizni olib, indamasdan ishlab yuraversangiz-chi, kecha direktordan hayfsan olganingiz kamlik qilyaptimi? Bu safar haydalib ketmay. Qo'lingdan kelganini qil. Lekin men befarq bo'la olmayman. Meni o'quvchilarim menga farzandlarimdek.
Ustoz bo'l, sizni tushundik. Boshqani qaytarmaydi. Yur Sardor. Assalomu alaykum aya. Keling. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsanmi? Rahmat, o'zingizchi? O'zingiz yaxshi keldingizmi? Ha, mana keldim. Bugun biroz qiyin kun bo'ldi. Rosa ish ko'payib ketdi-da. Siz ham qiynalib ketdingiz, aya. Men ham sizga ishlab yordam bermoqchiman. Yana shu gapmi? Yo'q, bolam. Sen hozir o'qiydigan vaqting. Lekin sizni qiynalayotganingizni ko'rib, men ham ishlasammi degandim-da. Bu qiyinchilik nima, bolam? Bitta uxlab tursam, hammasi esimdan chiqib ketadi. Ha, aytgancha, seningni to'garaga tashlab keldingmi? Ha, tashlab keldim. Ovqat ham qilib qo'ydim. Baraka toping, bolam. Rahmat. Va shunaqa ovqat qilishga erinib kelyotgandim. Siz kiyimlaringizni almashtirib chiqing, men ungacha ham ovqat suzib qo'yaman. Bo'pti, o'g'lim. Sardor, bu yerdan beri bu yerda o'tirib nima qilyapmiz? Nimani polyapmiz? Ana uyda ko'rsanmi? Ha, ko'ryapman. Hozir o'sha uyda egasi ishga ketadi. Uyda hech kim qolmaydi. O'sha uyga o'g'irlikka tushamiz. Nima? Hazillashyapsanmi? Xavotir olma. Bu meni birinchi qilishim emas. Jinnimisan Sardor? Bilib qolsa, qamab qo'yishadi. Puling bor bo'lsa, oying og'zingdan chiqqanini muhayyo qilsa, senga o'g'irlik qilib nima zarar? Oyimdan pul so'rayverish jonimga tegdi. Xullas, bu uyning egasi qari chol. Bitta o'zi yashaydi. Boyvuchcha odam. Oldin ham uyga kirib, ancha-muncha pul o'g'irlab chiqqanman. Boyligidan hatto sezmagan ham pul yo'qolganman. Menga hozir yana pul kerak. Ana udoridan olmoqchiman. Esingayapsan? Pul kerak bo'lsa ishlab topsa bo'ladi-ku. Ishlab deysanmi? Qo'ysangchi. Beradigan, arzimagan pulga ishlaymanmi? Gap ko'paytirmagan, xullas muammo bo'lmaydi. Uyda kamera ham yo'q. Shunoq devordan oshib tushamiz, xonasining eshigi ham ochiq turibdi. Kiramiz-u, shkafdagi pulni hammasini olib chiqamiz. Olib chiqqanimiz 50 yillik bo'ladi. Yo, men ketdim. Undan ko'ra uyga boraylik, negadir ko'nglim g'ash. Qo'y shu ishlaring, do'stim. Men senga jiddiy gapiryapman. Men bu yerdan pulsiz ketmayman. Men bilan sherik bo'lib kirasan, ko'proq pul olib chiqamiz. Men kirmayman desam, chiqosh nima bo'ladi? Meni jahlim yomon bilasan-a? Nima, meni qo'rqityapsanmi? Men bilan kirasanmi, yo'qmi? Yo'q, men ketdim. Qo'rqoq. Bugun yaxshigina pul topdim. Aziz shuncha puldan quruq qoldi. So'tak. O'zi biladi. Alo aka, assalomu alaykum. Ha, menman. Aka, men pul topdim. Doridan qachon yetkazib berasiz? Ertagami? Albatta bo'ladi aka. Unda har doimgidek o'sha bog'da, o'sha daraxtning tagida. Bo'ldi. Men pulni sizga plastik kartangizga tashlab qo'yaman. Xo'p, 2 pachka esingizdan chiqmasin aka. Mayli, xo'p. Keldingmi bolam? Ha, keldim oya. Qachon kelding? Boya kelgandim. Kelsam uxlayotgan ekansiz. Ha, kelishim bilan charchab uxlab qolma. Bugun vaqtliroq qaytibsizmi? Ha, charchadim bolam. Shuning uchun vaqtli qaytdim. O'zing ovqatlandingmi, yo'qmi? Yo'q, qornim och o'tiribman. Menga qara. Men senga pul beraman. Biror narsa buyurtma qilgin. Itdek charchaganman, ovqat qila olmayman. Xo'p, oya, men unda pizza buyurtma qilaman. Shunaqa qila qol, bolam. Oluda, to'xta. To'xta. Nima deysiz? Nimaga to'yni to'xtatding?
Axir biz bir-birimizni sevardik-ku. To'yimiz bo'lishini qancha orzu bilan kutgandik. Endi to'yimiz bo'ladi deganda to'yni to'xtatasanmi? Sevgini ko'zi ko'r bo'lar ekan. Yaxshiyam o'sha tibbiy ko'rikdan o'tganimiz. Bo'lmasam siz bunaqa dorilarni iste'mol qilishingizni umuman bilmasdim. Nima qilibdi shunaqa dori ichsan? Nima senga ziyonim tegdimi? Hozir hamma shunaqa dori iste'mol qiladi. Hamma iste'mol qilsa qilursin. Lekin meni turmush o'rtog'im bunaqa dorilarni iste'mol qilishini xohlamayman. Xullas, to'y bo'lmaydi. Shoshma! To'xta! Boburov! Yana sizmi ustoz? U yerda nima qilyapsan? Narsamni yo'qotib qo'ygandim. O'shani qidiryapman. Shunaqa degan. Shu paytda nimani qidirib yuribsan? Sen hali ham ko'chada yuribsanmi? Bu yerda nima qilib yuribsan o'zi? Uying boshqa joyda bo'lsa. Shunchaki aylanib yuribman. Maylimi? Yo buning uchun ham sizdan ruxsat so'rashim kerakmi? U yerda nima qilayotganding, to'g'risini ayt. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim-ku. Yerni tutib nimadir qilayotganding. Aytdim-ku, narsamni yo'qotib qo'ygandim. Menga qarang. O'zi siz men onamisiz xo'jayinchilik qiladigan? Nimaga hammani ishga aralashaverasiz? Hayronman sizga. Uyga ketyaptimiz? Boring keting uyingizga. Gapni burma. Cho'ntagingga nima bekitding? Ber menga. Sizning ishingiz bo'lmasin. Men ketishim kerak. Boburov! Yaramas. Sardor! Sardor! Sardor, karmisan? Necha marta chaqirdim, eshitmaysan-a? Telefonam o'lsin-a? Ha, oyi. Menga qara. Hozir ustozing qo'ng'iroq qildi. Ertaga yana maktabga borishim kerakmish. Yana nima muammo bo'ldi-a? Hech nima bo'lgani yo'q, oyi. Unda meni nimaga chaqirishyapti? Bilmadim. Shu maktablaring ham jonga tegdi. Nima men bekorchimanmi? Har chaqirganda yugurib boradigan? Voy, sen ham tezroq bitira qolmading, men ham qutula qolganim yo'q. Yo'q, men ishlaymi, uy ishlarini qilaymi? Yo sen orqangdan majlis yuraymi? Bolam, sal bundoq rahming kelsin menga ham. Ayol boshim bilan ishlab yuribman ertadan kechgacha. Hech kimdan kam bo'lmasin deyman seni. Sen esa muammo chiqargan. Nuqul shu maktabga chaqirishadi meni. Oyi, men hech nima qilmadim. Bilasiz-ku, o'zlari shunaqa. Men darslarga kirib o'tiribman. Shunda ham arzimagan narsalar deb meni urishadi. Bilmayman, ularga nima kerak? Ertaga borish shart emas. Jiddiy narsa bo'lmadi. Birorta xabarni aytsa kerak-da. Men sizni ishdan chiqa olmadim deb aytaman. Bo'ldi. Bo'pti. Unda shunaqa qil. Hozir firmada rosa ish qaynagan. Hech ham vaqtim yo'q. 1 daqiqa kech qolsak ham rosa muammo bo'lyapti. Dadang rahmatli tirik bo'lganlarida bunaqa yurmasdim. Endi hammasi o'zimga qolgandek. Oyi, menga pul kerak. Yanami? Yana nima kerak? Sinfdoshlarimiz bilan oy oxirida o'tirmoqchi edik. Hamma o'tirishga boradi. Men uyalib qolmay. Ha, unda mayli. O'rtoqlaring yonida tiling qisiq bo'lib qolmasin. Tortmaga pul solib qo'yaman. Keragicha olaver, xo'pmi? Rahmat, oyi. Unda meni ishlarim bor. Men ketdim. Bo'pti. Ana oyi Doris. Bolam. Yaxshimisiz? Yaxshiman bolam, xotiraman. Shu biroz havoga shekilli mazam bo'lmayapti. Qoringiz ochdimi? Biror narsa olib kelib beraymi? Yo'q bolam, hozir hech narsa yegim kelmayapti. Sen darslaringni qildingmi? Yo'q, endi qilaman.
Unda tezda darslaringni tayyorlagin, xo'pmi bolam? Tushlikdan keyin seningni ham olib kelish esingdan chiqmasin. Xo'p, oyi. Bugun ovqatni ham o'zing qilgin, xo'pmi bolam? Sening ham och keladi uyga. Xo'p, oyi, xavotir olmang, o'zim qilaman. Bo'pti bolam. Men kirib ozgina dam olay. Allo. Qalaysan, bormisan? Nega suvga tushgan toshday yo'qolib ketding? Ha, yaxshimisan, o'rta? Oyi, masalalar bo'lmayapti, shunga uydaman. O'zi hech bir kuning tinch o'tmas ekanda seni. Hali singling, hali oying, hali ovqat qilishing kerak, hali uy tozalashing kerak. Tinchligim, niye qo'ng'iroq qilyapsan? Ko'chaga chiqasanmi? Kompyuterxonaga borib o'ynab kelamiz. Yo, chiqamayman. Senchi o'zi oxirgi paytlar mendan o'zingni olib qochadigan bo'lib qolding. Tinchlikmi? Yo anavi ustozingni aytganini qilyapsanmi? Ya'ni esli bola bo'lyapsanmi, a? Sardor yosh bola bo'lma. Aytyapman-ku, oyim masalalar yo'q. Qanday qilib chiqib ketaman? Buning ustiga pulim ham yo'q. Pulni o'ylama. Menda pul bor. Senga ham yetadi. Sen uchun ham men to'layman. Faqat sherik bo'lsang bo'ldi. Yo, boramayman. Yur endi, kelguningcha oying o'lib qolmasalar kerak. Yo'q dedim-ku, Sardor. Shunaqa degan? Qara, ogohlantiryapman. Keyin afsuslanib qolmagin. Senga omad, xayr. Bu yaramas. Rostdan o'zgarib qoptimi? Meni mensimayaptimi? Xullas shunaqa gap o'rtoq. Esing joyidami? To'yni rostdan to'xtatdingmi? Ha, to'xtatdim. Bekor qilibsan. Nimaga unaqa deysan? Nimaga bekor qilaman? Lekin hech kim meni tushunishni xohlamayapti. Hatto o'z onam ham Fotihangni bekor buzding deb rosa meni urishyaptilar. Oying to'g'ri urishibdilar. Axir xalq orasida Fotihasi buzilgan qiz baxtsiz bo'ladi degan gap bor-ku. Qo'ysangchi, bu shunchaki gap so'z, irim-sirim. Agar men buni vaqtida bilib qolmasdan unga turmushga chiqqanimda baxtsiz bo'lishim aniq edi. Negaki bunaqa dori iste'mol qiladiganlar hech narsadan qaytmaydi. Keyin oilaning mas'uliyatini ham his qilmaydi ular. Xudo ko'rsatmasin. O'sha dorisini xumor tutganda meni bir narsa qilib qo'ysa, nima bo'ladi? Keyin bunaqa dorini iste'mol qiladiganlardan sog'lom farzand ham tug'ilmaydi. Men shularni o'yladim, dugonajon. Ha, mayli, men bu tomonlarni o'ylamagandim, to'g'ri qilibsan, dugona. Tushunmadim. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Sardor masalasida gaplashgani kelgandim. Mana qarang, namuncha meni bolamga yopishib oldinglar. Nima istaysizlar o'zi? Nima kerak o'zi sizlarga undan? Opa, maylimi ichkariga kirib bafurcha gaplashib olsak? Yo'q, iloji yo'q. Bo'ldimi? Nimaga o'zi uyimgacha bostirib kelyapsiz? Kim sizga huquq berdi? Meni bolam haqida gaplashishga uyimgacha kelasizmi? Vazir opa, siz bilan boshqachasiga gaplashib bo'lmayapti. Necha marta qo'ng'iroq qildim, ko'tarmadingiz, maktabga keling desam kelmadingiz. Chunki men bandman. Meni ortiqcha vaqtim yo'q. Nima, Sardor yosh bolami? Orqasidan yugurib yursam. U kap-katta yigit bo'lib qolgan. Nima qilayotganini o'zi biladi. Men unga ishonaman. Lekin bolangizda meni bolamda hammasi joyida. Eshityapsizmi? Joyida. Yo, hech kimni aybi ko'rinmaydi. Faqat meni bolamni tekshirib yurasizmi o'zi? Yo, boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Vazir opa, men Sardor bilan bir necha marta bo'ldi deyapman. Yetar. Qayta bitta gapni gapiravermang. Kerak bo'lsa, meni o'g'lim sinfdagi eng zo'r bola. Unga hamma narsa mumkin. Istasa, xohlagan fanini o'qiydi, istamasa o'qimaydi. Xo'sh, nima qila olasiz? Qo'lingizdan nima keladi? Vazir opa, gap uni o'qishida emas. Men boshqa Menga qarang, sizga pul kerakmi? Nima? Balki shundan umid qilib bizga yopishib olgandirsiz. Boshqa bolalarni ota-onalari allaqachon og'zingizni moylab qo'ygan shekilli-a.
ular haqida gapirmaysiz? Bu nima deganingiz? Men gapirsam, sizni bolangizga yonib kuyganim uchun gapiryapman. Uni xato yo'liga kirib ketayotganini sezib turibman axir. Uni onasi sizmi yo menmi? O'zimni bolamni qanaqaligini bilsam kerak. Men buni nazarda tutmadim. Mana buni oling. Yetadimi? Yo kammi? Yana qancha bersam o'g'limni xatolariga ko'zingizni yumasiz? Pulingiz kerak emas. Bir kuni afsuslanasiz. Siz sizga farzand. O'rgildim. Ye, qalaysan? Tinchmisan? Ha. Men maktabga bormading, hammasini qidiryapti. Shu maktabinam rosa jonga tegdi. Tezroq bitirsamu, qutulsam. Lekin yaxshi ish qilmayapsan, Sardor. Mayli, nimaga chaqirganding? Tezroq ketishim kerak. Uncha sho'rashasan, borasan-da. Mahmuddan bitta ol. Yana dorimi? Qo'ysangchi. Nima sen hali ham shu dorini qabul qilyapsanmi? Sen buni qanaqa mazzaligini bilmaysan-da. Bitta totib ko'rsang, keyin o'zing qidirib qolasan. Ahvoling chatoq og'ayni. Nega chatoq bo'ladi? Hammasi joyida. Men ol deyapman. Qo'limni qaytarma. Do'stim bo'lganing uchun senga ilindim. Kerak emas, men bunaqa dorilarni ichmayman. Nima? Yana menga qarshi gapiryapsanmi? O'zing bitta farrosh o'g'li bo'lsang, seni do'stim deb yonimda olib yurganimga rahmating shumi? Haddingdan oshma, Sardor. Har ikki gapga meni onamni aralashtirma, tushundingmi? Aralashtirsam nima bo'ladi? Qo'lingdan nima keladi? Gapir. Men bilan urush uchun chaqirding bu yerga. O'zichi oxirgi paytlarda menga umuman yoqmayapsan. Shunaqangi asabimga tegyapsan, aziz. Boru. Sardor, ahvoling yaxshimi? Ko'zlaring boshqacha, tinchlikmi? Seni ko'rsam asabim buziladigan bo'lib qolgan. Nima edi? O'sha maktabdagi ustozlaringning gapiga kirib, do'sting bilan orani ochiq qilmoqchisan. To'g'rimi? Hech ham bunday emas. Lekin sen rostdan ham oxirgi paytda o'zgarib ketding. Fe'ling yomon bo'lsa ham oldin bunchalik emas eding. O'g'irlik, dorilik ichish, buni kattalar eshitsa nima bo'ladi? Ayniqsa oying eshitsalar-chi. Bechora oying sen hech kimdan kam bo'lmagin deb shuncha ishlaydilar. Sen bo'lsa nonko'rlik qilmayapsanmi? Nima men? Sening uchun nonko'rlik qilyapmanmi? Oyim kerak bo'lsa, ishlaydi ham. Pul bilan ham ta'minlaydi. Tushundingmi? Senga buni og'irligi tushmasin. Hozir bo'lsa mana bundan ichasan. Yo'q dedim. Agar o'zing ichmasang, majburlab ichiraman. Sen yaxshisi uyga borib o'zingga kel ol. Ertaga gaplashamiz. Hozir o'zingda emassan. Shoshma. Men senga jiddiy gapiryapman. Bo'pti, men ketdim. Shoshma. O'tayman. Sen men aytganim qilmayapsanmi? Bor, bo'ldi. Sardor, keldingmi bolam? Keldim. Yaxshimisan, tuzukmisan? Yaxshi. Qayerdan kelyapsan? Shu ko'chada? Ha, nima bo'ldi? Yo'q, hech nima oyi. Nima yuzlaring alanjalang? Men hozir kelaman. Hay! Sardor? Nima bo'ldi bu bolaga?
Nimalar qilib qo'ydim? Qalaysan Shohrux? Umid, qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat. O'zing yaxshimisan, Umid? Men-ku zo'rman, lekin sen zo'rga o'xshamayapsan. Tinchlikmi? Nimaga kayfiyating? Gapirma. Hayotim ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. Qiziq gaplarni gapirasan. Hayot ham ag'dar to'ntar bo'lar ekan. Gaplaringni qara, xuddi 90 yoshli chollarga o'xshaysan-ey. Endi borini gapiryapman-da. Xo'p, biz ham bilsak bo'ladimi? Qani gapirchi, nima bo'ldi? Qo'y Umid. Hozir buni eslagim ham kelmayapti. Juda siqilib ketyapman. Tavba. Yaqinda to'yib oladigan kuyov bolani ahvolini qaranglar. Kuyov bola ham siqilar ekanmi? Sevgan qizingga yetay deb turgan bo'lsang. Hamma gap shunda-da. To'y bo'lmaydigan bo'ldi. To'y to'xtatildi. To'yinga ozgina qolganda nimaga to'xtatiladi? Axir to'yinga ozgina qolgandi-yu, undan tashqari sevib turmush qurayotgan deylar. Ha. Biz Mavluda bilan sevishib turmush qurayotgandik. Lekin Mavludani o'zi to'yni to'xtatdi. U shartda yuzimga gapirdi. Men sizga turmushga chiqmayman. Shoshma. Bunga bironta bir sabab bormi? Tekshiruvlardan o'tganimizda meni psixotron dori qabul qilishi ma'lum bo'lib qoldi. Shundan keyin u to'yni to'xtatdi. Mana endi hammasiga tushundim. Men senga aytganda, men shu odatingni tasha deb. Sen quloq solganing yo'q. Mana oqibat, ko'ryapsanmi? Do'stim, bu narsa hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi, bilib olgin. Ha, sen haq ekansan. Endi nima qilishga boshim qotdi. Axir men Mavludani sevaman. Unga sevib uylanayotgandim. Nima qilarding? Nimaga boshing qotadi? Hammasini boshdan boshlashing kerak. Qanday qilib axir? Sen yaxshisi davolan. Bu yomon odatdan voz kech. Ana o'shanda Mavluda senga ishonadi. To'yga rozilik bildiradi, tushunyapsanmi? Buning uchun eng avvalo seni irodang kuchli bo'lishi kerak. Xo'sh, bunga tayyormisan? Ha. Men tayyorman. Yaxshi. Unda yur, ketamiz. Nima bu? Rasm vaqti ashti. Bitta tortib ko'rmaymizmi? Tag'in bu anaqa dori emasmi? Unaqa emas. Shunchaki mazza qildiradi. Menga kerak emas, maslahatim sen ham ichma. Bosh og'riq kerakmi, qo'y. Nimaga shunaqa narsalarga qiziqasan? Nima? Qo'rqyapsanmi? Bittasi o'ldirarmidi? Ataylab ikkalamizga oldim o'rtoq. Sardor, men senga jiddiy gapiryapman. Unaqa narsalar kerak emas. Unaqa narsalar haqida har kun gapirishyapti-ku. Muammo kerakmi senga? Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xavotir olma. Qancha bo'lganini bilasanmi o'zi? Rasa qimmat. Rasa qiziqyapman-da. Ki bitta ichib ko'ramiz. Tashlab yubor buni do'stim. Ichmaysanmi? Yo'q, ichmayman. Bo'lmabsan. O'zi har doim shuna qo'rqoqlik qilasan. Sendan ko'ra anu Alish yaxshi. Bo'lmasa ana o'shanga berasan buni. Bekorimga qo'shilyapsan. Noto'g'ri yo'ldasan. Ana o'zi ham kelyapti. Qalaysan? Kattasan desam, ustozing bilan pichirlashib turgan ekansan-da. Salom, qani Boburov? Salom. Cho'ntagimdan tushib qopti ustoz. Sardor, qo'y unaqa dema. Tarbiyasiz. O'rtog'imning miyasiga nima qo'yapsiz? Bilsak bo'ladimi? Bunga ham Sardordan uzoq yur, qorasi yo'qot deyapsizmi? Sen qachon odam bo'lasan, Sardor? Chiroyli bo'y basting bor. Sog'lomsan. Nega o'qimaysan? Nega hech narsaga qiziqmaysan? Nega o'z boshimchasan? To'g'ri. Boshingda otang yo'qdir, lekin otasiz, chiroyli, aqlli bo'lib katta bo'layotganlar ko'p-ku. Kuni bilan ko'chadan beri kelmaysan. Gapirsak qulog'ingga ilmaysan. Hech kimni hurmat qilmayapsan. Menga siz otam yo'qligini pesh qilyapsizmi? Sizga nima? Sizning ishingiz bo'lmasin men bilan. Bu xo'jayinchiligingizni boshqalarga qiling. Tushundingizmi? Oyligingizni olib, indamasdan ishlab yuraversangiz-chi, kecha direktordan hayfsan olganingiz kamlik qilyaptimi? Bu safar haydalib ketmay. Xullas,
Bu uyning egasi qarichol. Bitta o'zi yashaydi. Boyvuchcha odam. Oldin ham uyga kirib, ancha-muncha pul o'g'irlab chiqqanman. Boyligidan hatto sezmagan ham pul yo'qolganini. Menga hozir yana pul kerak. Ana u doridan olmoqchiman. Eshinyapsan? Pul kerak bo'lsa ishlab topsa bo'ladi-ku. Ishlab deysanmi? Qo'ysangchi. Beradigan, arzimagan pulga ishlaymanmi? Kiramiz-u, shkafdagi pulni hammasini olib chiqamiz. Olib chiqqanimiz 50 yillik bo'ladi. Yo, men ketdim. Undan ko'ra uyga boraylik, negadir ko'nglim g'ash. Qo'y shu ishlaring do'stim. Men senga jiddiy gapiryapman. Men bu yerdan pulsiz ketmayman. Men bilan sherik bo'lib kirasan, ko'proq pul olib chiqamiz. Yana sizmi ustoz? U yerda nima qilyapsan? Narsamni yo'qotib qo'ygandim. O'shani qidiryapman. Shunaqa degin. Shu paytda nimani qidirib yuribsan? Sen hali ham ko'chada yuribsanmi? Bu yerda nima qilib yuribsan o'zi? Uying boshqa joyda bo'lsa. Shunchaki aylanib yuribman. Maylimi? Yo buning uchun ham sizdan ruxsat so'rashim kerakmi? U yerda nima qilayotganding, to'g'risini ayt. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim-u. Yerni tutib nimadir qilayotganding. Aytdim-ku, narsamni yo'qotib qo'ygandim. Menga qarang. O'zi siz men onamisiz xo'jayinchilik qiladigan? Nimaga hammani ishga aralashaverasiz? Hayronman sizga. Uyga ketyaptimiz? Boring keting uyingizga. Gapni burma. Cho'ntagingga nima bekitding? Ber menga. Sizni ishingiz bo'lmasin. Men ketishim kerak. Boburov! Ertaga gaplashamiz. Hozir o'zingda emassan. Shoshma. Men senga jiddiy gapiryapman. Bo'pti, men ketdim. Shoshma. Aytayman. Sen meni aytganim qilmayapsanmi? Bore bo'ldi. Ha! Bolam, yaxshi o'tiribsanmi? Oya, Ne yerga o'tiribsan? Yaxshi oya. Tuzumsan? Ha, yaxshi. Nima bo'ldi senga? Ranglaringni qarab qarib ketgandi. Tinchlikmi? Yaxshi oya. Voy, qizib ketibsan. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik. Kim keldi oya? Vahima qilma, hozir bilaman. Bunga keldi shekilli. Hey bolam, endi nima qilaman? Xudoyim, o'zing shifo ber bolangga. Xudoyim. Tinchlikmi? Ay, shoshmang. Siz Azizbekning onasisiz, a? Sardorning do'sti. Meni bolam hech qachon qotil bilan do'st bo'lmagan. Qani o'sha erkak o'g'ling. Chaqir. Mani bolamni nima kuylarga soldi u, chaqir. Qilgan ishiga javob bersin. Tushunmayapman. Nima bo'lyapti o'zi? Nimaga meni uyimga ertalabdan kelib bunaqa tomosha ko'rsatyapsiz? Sani o'g'ling Sardor. Mani o'g'lim Azizbekni pichoqlabdi. Endi tushundingmi? Nima? Kechasi bilan qidirib chiqdik. Uyga kelmadi. Keyin bitta burchakda qonga belangan holda topishdi. Biz kameradan ko'rdik. Sani o'g'ling pichoqlabdi. Chaqir uni. Seni o'g'ling qotil. Seni o'g'ling vahshiy, chaqir uni. Chaqir. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Sardor! Sardor, bu yoqqa qara. Chiq bu yoqqa. Mana bu ayol nimalar deyapti? Mani bolamda nima qasding bor edi? Nima qasding bor edi? Axir u seni do'stim degandi-ku. Kechiring xola. Men bilmasdan o'zim ham bilmay qoldim. Nima? Nimalar deyapsan? Sen rostdan ham? Kechiring meni oyi. Iltimos kechiring. Ozoda xola, siz ham meni kechiring. Men bunday bo'lishini istamagandim. Shunchaga qo'rqitib qo'ymoqchi edim. Keyin birdan qizishib ketdim. O'zimni boshqara olmay qoldim. Hali bu ishing uchun javob bersan.
Oyi, Bu nima qilganing? Oyi, Bu nima qilganing? Qara qilib bunga haddiy sig'di. oyi, 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 sizga nima bo'ldi? Oyi, meni qo'rqitmang. Oyi. O'g'lim, yaxshimisan? Hech qat'iy og'rimayaptimi? Yaxshimi oyi? Sardor qani? Qo'y. O'sha yer yutgurda ismini tilingga ham olmagin, o'g'lim. Kechani o'zida uni militsiya olib ketdi. O'zi nima bo'ldi, o'g'lim? Yaxshiyam senga hech narsa bo'lmadi, bo'lmasa, bilasanmi, adoyi tomon bo'lardim. Oyi, men yaxshiman-ku. Singlim qani? Qo'shnimiz Soropaga tashlab kelganman. Singling ham kechadan beri yig'lab, akam qani deyapti. Bolam, Xudoni o'zi qaytarib berdi menga seni. Iltimos, unaqa yomon odamlardan uzoqroq bo'lgin. Xo'p, oyi. Mumkinmi? Voy, keling ustozi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Hech qayering og'rimayaptimi? Yo'q, og'rimayapti. Tashqarida sinfdoshlaring turibdi. Sendan rosa xavotir olishdi. Lekin hammamizga kirishga ruxsat berishmadi. Shuning uchun o'zim keldim. Rahmat ustozi, kattakon rahmat. Ovora bo'lishibdi-da. Nega unaqa deysiz? Axir do'stlari-ku. Doktorlar nima deyishyapti? Yara unaqa chuqur emas ekan, Xudoga shukr. Xudo xolisa tuzalib ketadi. Ozgina bitsa bo'ldi. Keyin uyga javob beramiz deyishdi. Ha. Unday bo'lsa yaxshi. Ustoz, siz haq bo'lgan ekansiz. Men uni bunday qiladi deb o'ylamagandim. Do'st tanlashda ham ehtiyot bo'lish kerak. Mayli. Nima bo'lsa ham sen yaxshi ekansan. Shunisiga shukr. Endi Sardorga nima bo'ladi? Nima bo'lardi, qamaladi. Bu ishni endi qonuniy ko'rib chiqishadi. Men aniq bir gap ayta olmayman. Sen hozir bularni o'ylama. Tuzalishni o'yla, xo'pmi? Yoningda onang, singling, mehribon insonlaring bor. Shularni o'ylab tezroq tuzalishga harakat qil. Xo'p, ustoz. Sohiba, to'xting iltimos. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Sohibaxon? Rahmat, yaxshi. Sardor yaxshimi? U bilan ko'risha oldingizmi? Ha, ko'rishdim. Pushaymon bo'lib o'tiribdi. Bu ishni to'liq ko'rib chiqishmaguncha o'sha yerda qolar ekan. Yig'lamang, opa. Siz haq bo'lgan ekansiz, ustozi. Siz juda ko'p meni ogohlantirishga harakat qildingiz. Men ahmoq bo'lsam, Endi bu gaplardan foyda yo'q. Biz aslida vaqtida farzandlarimizni tergab turishimiz, ular nima bilan mashg'ulligini bilib turishimiz kerak. Bugungi kunda yoshlarni turli xavf-xatarlar o'rab turibdi. Ogohlik zamon, davr talabi bo'lib boryapti. Ammo ba'zi ota-onalar bee'tiborligi uchun mana shunday jiddiy ishlar bo'lyapti. men ham Sardordan buni kutmagan edim. Qanday qilib meni o'g'lim bu darajaga yetdi? Qachon bunaqa o'zgarib ketdi? Hozir esa nimaga unga vaqtida e'tibor bermadim deb, nimaga qattiq turmadim, nimaga bo'shlik qildim deb o'zimni yeb bitiryapman. Qaniydi vaqtni orqaga qaytarib bo'lganida edi. Sizni hamma maslahatlaringizga kirgan bo'lardim. Qaniydi. Afsuski buni iloji yo'q. Qilingan xato ishlar bir kun albatta yuzaga chiqadi va jazosini oladi. Buni jabrini esa butun oila va jamiyat tortadi. Siz ko'p ham yig'lamang, opa.
Bu yog'iga qanday yashayman? O'g'limni kelajagi nima bo'ladi endi? Birgina qilingan xatoni oqibati nimalarga olib keldi? Ey Xudoyim, nimaga uni tarbiyasiga vaqtida qaramadim, a?